Payg'ambar alayhisalom aytib beryaptilar, ruhlar olami bor ekan, uni barzax deydi. Ruh o'lmaydi chunki. Jasad tuproq bo'ladi do'stlar. Ruh qabz qilib olingandan so'ng saqlanadi qiyomatgacha yoki haligi qabrdagi hisob-kitobgacha. O'sha barzax olamida turganda ba'zi ruhlarning darajasi ko'tarilib qoladi, dedilar payg'ambarimiz. Boshqa ruhlar unga havas bilan boqishadi. Shunda haligi ruhni o'zi so'raydiki, "Ey Robbim mahada, ey Robbim, bu daraja qayerdan yetyapti menga?" desa, Alloh aytar ekanki, "Farzanding seni yo'qlayapti. Istig'for aytyapti, duo qilyapti" dedi. Ba'zi ruhlarning darajasi tushib ketar ekan. Boshqa ruhlar unga achinib boqishar ekan. Shunda haligi ruh so'rasa, "Farzanding jinoyat qilyapti" der ekan. Shunday javob: faqat ota-onalarga faqat farzandlarining amallari ko'rsatiladi. Yaxshisi ham, yomoni ham. Faqat yaxshidan ular shod bo'lar ekan, yomondan ular ozor chekar ekan.